Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Alloh taolo haqiqatdan agar bandasi bilan suhbat qurishni xohlasa, nuriy Xudoni ham xuddi suhbat qurdirib biladi ekanda. Bizlar yashayotgan davrimizda man shu umrimda tug'ilib yashadim, umr ko'rdim, taqdirimga bitgan narsani gapirishim mumkin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni man juda ham ko'p orzu qilganman. Allohni diydorini ko'rib bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Allohni diydorini hech kim ko'ra olmaydi. Bironta inson ko'ra olmaydi. Mani guvohlik qilib, masalan, Alloh chiqarib qo'ydiki, mana sen Muhammadni aytyapsan, nega Muhammadni yosh jonini olding, 63 yoshda Muhammad Rasulullohni Alloh san olib qo'yding, nima sababdan juda kam umr berding deb man talab qilganimda Alloh aytdi, tomosha qil. Muhammad qanday aziyat ko'rganini ko'r. Yolg'onchilar, buzuq, oxiratga ishonmaydiganlarni ko'r dedi. Shu holatda man shu umrimni shunga berib kelib, haqiqatdan miyama chiqib qoldi-da, yo Rasululloh deb qo'yaman. Chidolmaymanda, shunga bardoshim yetmaydi. Har xil odamlar bor-ku. Bu yerda yolg'onchilar, buzuqlar, oxiratga ishonmaydigan, shu dunyoga bog'lanib, mol dunyoni sevib, oxiratga ishonmay, yolg'on gaplar qilib, yoshlarni buzilib ketishi teginxo'rlik bilan, yolg'onda quvonar ekan, yolg'on gapirsa xursand bo'lar ekanda, yolg'onchilik qildim deb. Shuni o'ylab qolib hayratda qoldim. Alloh taologa zorlanib Rasulullohni ko'rganimda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga boshlari egilib jim o'tirdilar. Sochlari uzun, bir chiroyli sochlari ham bir chiroyli holatda choryoronlar o'tirib qolgan yerga. Men oxirgi marta 5-marta ko'rganimda yugurib borishga harakat qildim, lekin uyg'onib ketganman. Shu xuddi onam oldimda o'tirganda men Rasululloh man tug'ilgan o'sha joyda, o'sha kelgan dunyoga, o'sha dunyoga kelgan uyda o'tiribdilar. Qaddi qomatda turibdilar. Qaddi qomat degani tik holatda turibdilar. Demak, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bu dunyoda qanday tirik yurgan bo'lsalar, Alloh shunday chiqarib qo'yganki, xuddi mana shunday jim o'tiribdilar. Xafa, bizning yashayotgan davrimiz, bizning qilayotgan harakatimiz noto'g'ri. Bir ikkinchidan, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam sochlari uzun sifatida ko'rinishi, Alloh taolo menga haqiqiy ilmni ko'rsatyapti. Haqiqatni. Sen Muhammadni da'vogarlik qilding, 63 yoshga kirdi deb ayting, nima uchun kam umr berdi deb san aytyapsanmi dedi menga. Ko'r dedi. Muhammad Mustafa esa o'tiribdilar, shunday bir holatda hammasi Allohning xohishi, Alloh shunday xohlash, shu narsa bo'ldi. Ularga Alloh berib qo'ydi. Ular Allohdan qo'rqinglar. Qo'rqsin degan ma'noda sochlari uzun sifatida men gapirib kelyapmanki, hozirgacha o'zlaring zulm qilma. Qilma zulm. Hatto o'zing yolg'onchilik qilma. O'sha ochlikdan o'lsang o'li, yolg'on gapirma. Yolg'on jahannam olovini tezlashtirasan. O'zingni tanangga qiyomat kunida tillaring bilan sudralib yurirsan. Mana shu umringdan foydalana olmaganing uchun, yolg'onchilik qilganing uchun, boylikka o'ch bo'lganing uchun tiling 1 metrga cho'ziladi, emaklab olov tanangda yonib turib tiling bilan yuriysan to sirotdan o'tganicha. Shu kerakmi senga? Alloh aytdi, men ayol ekan, erkak ekan bu yoki bu undaqa deb qo'ymadi. Yolg'onchilik eng yomon narsa. Yolg'onchilik odamlarni urushga, janglarga, buzuqlikka, o'g'rilikka, rasvolikka, eng sehr jodilar yolg'onchilikdan kelib chiqqan. Nimaga yolg'on gapirasanlar? Nega birovni haqqini yeyishga harakat qilyapsanlar? Undan ko'ra bitta rum bolcha olib tik, o'zingdan uyol. Bilaman, hozirgi zamonda millatlar orasiga kirib qo'ygansan. O'zing uchundir. O'zingga rahming kelsin. Nima foyda olasan yolg'onchilikdan? Axir o'zingga jahannamni sotib olasan degan xayolda qolaman. Rasululloh nima uchun kam umr ko'rganlarini endi bilaman. Haqiqatdan-da insonlar iymon, e'tiqoddan chiqib qolar ekan. Yolg'ondan
yolg'on gaplar, yolg'on so'zlar aytib yashagandan ko'ra yerni ostida yashagan va yerni tagiga turgan ming marta yaxshi-ku. Nima kerak unda omil? Kimga kerak yolg'onchilik? Kim yolg'onchilikni sevadi? Kim yolg'on gapga xursand bo'ladi? Hech kimga kerak emas yolg'onchilik. Hayratda qolish mumkin. Mana o'ylab qolib, hozirgacha o'ylab boshimga shunday bir og'riqlar paydo bo'ladiki, yo Allohning rasuli qoyil qoldim. Shuncha bardoshingiz yetdimi? Doim qilmadingiz. Hech narsa qilmadingiz. Allohni xohishi ekan, Alloh ularga berib qo'ydi. Nima xohlasa shuni qilaversin deganday qo'ydingiz. Mana hayratda qoldim. Odamlar o'zini bir hadislarga aytganlarga, men sizlarni jahannamdan qaytarish uchun qo'lim bilan, o'z hadislarim bilan, Allohning oyatlari bilan to'saman o'zimdan keyin. Sizlar esa uni o'qimay, yolg'onchilik qilib, buzg'unchilik qilib, o'g'rilik qilib, o'zingizni boshingiz bilan jahannamga tashlaysiz, meni qo'limdan qochasizlar. Haqiqat ayt. Mana hayratda qoldimda. Nima foyda olasan yolg'onchilikdan? Nima kerak? Kimga kerak yolg'on gapirish? Kim yolg'onni yaxshi ko'radi, aytinglar. Masalan, men yolg'on gapirgan sayin aldasam, menga u milliard pul bilan yolg'on gapirmayman. Kerak emas yolg'on gapirish. Albatta qaytib tirilamiz. O'limdan keyin jonimga azob, uqubatni o'zing xohlayapsan. Nega to'g'ri yasha? Qorning to'ymaydi, ovqat kam. Hamma narsa yetarli bo'lsa kerak, a? O'tirgan joying soyai salqinda o'tiribsan. Dunyodan o'tganingdan keyin joning alangada qolib ketadi-ku. Otash do'zaxida to qiyomatgacha suvga muhtoj bo'lasan. Azobda qolasan. Shuning uchun ham odamlar o'lganda, jon berayotganda Yosin o'qitarganlar. Ya Allohim, mana shu Yosin o'qiylik, bu suvga muhtoj bo'lmasin joni. Buni joniga ambaron suvdan ichiring. Qiyomatda bu shu Azroil alayhissalom ichiring, Yosin o'qiymiz. Azroil alayhissalom keltirib ichirar ekanlar Yosin hurmati. To qiyomatgacha suvga muhtoj bo'lmaskan. Muhammad Rasululloh aytganlar. Yosinni o'qib, shu kasal bo'lsa o'qinglar, yo o'zlaringiz yodlab olinglar. Allohning yo'lida to'g'ri yashang deganlar. Va shu suvdan ichinglar. Qiyomat kunida qiynalmay joningiz, tanangizni birlashganda azob chekmay birlashadi. Bir tana bilan jon birlashish uchun qancha azoblar ko'rar ekan. Barmoqlar kelib joylashganda qiynoq azoblar, tirnoqlar kelib joylashishni olgan tirnoqlaring, butun a'zoyi tillaring, gapirgan tillaring, yolg'on gapirgan tillaring olovda yonib turar ekan. Ishlaring yonar ekan. Mana shu tanang yonar ekan. Senga olov kerak. Yolg'on olov-ku. 1000 gradus olovga o'tirib bilasanmi? 1000 gradus olovda o'lmaysan deydi. Tanang o'lim yo'q, qaytib o'ldirmayman deydi. Senga yolg'oning uchun 1000 gradusda olov kerak. Bu haqiqat, yolg'on emas. Va'da berdi Alloh. Qaytib tiriltiraman dedi. Qur'onga takror Qiyomat surasida, Qamar surasida, hamma suralarda aytayapti. Va'da bergan-ku. Qaytib tiriltiraman senlarni deyapti. Yolg'onchilik qilma, foizxo'rlik qilma, o'g'rilik qilma, toza yasha deyapti. Vijdon bilan yasha, meni Alloh ko'rib turibdi. Kitobingga chiroyli yozgin. Yolg'on senga olov, otash do'zaxi deydi. Nima tushunmaydi odamlar, ha? Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni nimaga kam yashaganlarini endi o'ylab qoldim. Odamlarda shunchalik aziyat bergani, yana buzg'unchilik, borini berganlar bo'ldi, men hammasini yetkazdim Alloh. Endi huzuringga ketishga tayyorman deganlar. Alloh chaqirgan, kelgin Muhammad degan. Shunda Azroil alayhi vasallam kelib, yo Muhammad nuri Xudo, xohlasangiz yashayman ketay dedi. Qancha xohlaysiz yashashni deganda, Azroil, senga Alloh qanday farmon qildi? Ha, jonni oldi. O'z ishingni qil deganlar. Men ham odamlarda taqdirim tugadi, umrim tugadi. Ko'ryapsan, mening daraxtdagi bargim, tupa daraxtdagi bargim yerga tushyapti. Nega menga bunday gapiryapsan? Men ham odam-ku. Degandan keyin Azroil alayhi vasallam yig'lab jonlarini olgan ekanlar. Nuri Xudo. Tasavvur qilyapsanmi? Meni ham yozib qo'yilgan payg'ambarlik umrim tugadi.
Alloh belgilab qo'ygan ekan. Endi sen Allohning amrini bajar. Menga u gapingni gapirma deganlar. Men ham inson, men ham odam. Men ham odamlarda yashadim. Men o'zimga taxt ravon taxlamadim. Men oddiy tuproq, Alloh nima xohlasa shu, Alloh xohlamaydigan ish bo'lmaydi deganim uchun sen menga savol beryapsanmi deganda Azroil alayhissalom yig'laganlar. Daraxtga qara deganlar. Alloh nima amr qildi? Ha, jonni olish. Ishingni qil deganlar. Jonimni sug'urib ol. Qaytib kirmagay bu tanamga endi joni. Mana shu holatda Muhammad sallallohu alayhi vasallam Azroil bilan suhbat qurganlar. Hech bir payg'ambardan so'ramagan ekan. Bir nuriy Xudodan Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan ekan. Mana shuni o'ylab turib o'tir, yolg'onlar, noto'g'ri harakatlar qilmanglar. Ishoninglar. Umrsizlar. Qarang qancha yoshlaringiz ketib qolyapti. Bu dunyo fanafulloh. Bu dunyoga qiziqmanglar. Sizni yeydi dunyo. Bu dunyo yeydi sizni. Siz dunyoni yeya olmaysiz.